Tamam. Bo'lajak turmush o'rtog'imni nozik savol berib qo'ydik. Ha, aytingchi. Baker bo'lsa. O'g'ri bo'lsa? Baker mototsiklchi. Mototsiklchi? Oilalarni kim boqadi? O'zingiz yerga tegmagansiz. Men Shahzodamni kutyapman. Mana Shahzodani kutyapman. Qora mototsikldek. Sevgim mening. Agar shu qarang, birinchi deb aytavergan, kim birinchi yetsa o'sha bu yerlarga tegib ketadi. Yo, bemalol yetavering siz. Sizdan bo'lsa, Yerga teging deb yotibsiz-ku, o'zingiz hali tegmadi. Aka, qiziq, men tinchlik kerak. Yo'q, tinchlik kerak. O'zi hozirdan boshlab unga sutga kirib ketaman. Gapimda emas. Olib qo'yamasdi, Liboyga. Boshqa payt boshqa joyda o'ynayman. Come on. Let's go. Qani ketdik. Короче, mana uchrashuvga borasizlar. Xabarlaring bor, bundan avvalgi postimda o'yin e'lon qilganman. Eng ko'p kommentariy yozgan, aktiv bo'lgan obunachim bilan bir kunimni o'tkazaman deb. Va nihoyat g'oliblarni aniqladik. Men uchrashuvga ketvanman. Uzoqdan bir yigit kelar, bu kim ekan? Kim bitta krasavchikka ko'chani yondirib, gulladi. Katta bo'lsa qizlarni ajali bo'ladi. Qoshlarini qaranglar buni. Menga podarkalar olib keldi. Rahmat, kattakon, xursand bo'ldim. Bu esa birinchi g'olibimiz Asror. Ancha tortinchoq, uyatchan bola ekan, lekin biz Oybek bilan o'zimizga o'xshatib oldik, majburlatib gapirtirdik bizni. Hammani qorni och kelgan ekan, biz birinchi bo'lib ovqatlanishdan boshladik. Keyin esa biz bir-birimizga luk tanladik. Men bolalar esa menga o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Men tanlagan luk Asrorga qanchalik yarashganini kommentariyada yozib ketinglar. Kutamiz. Окутала, ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах летала. Ты моя бэйби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принц. Endi esa navbat kichkintoyga. Men Oybekga o'zini stildan uzoqlashmagan holda luk tanlashga harakat qildim. Chunki aytdi, men bundan boshqa stilda kiyinmayman, menga yarashmaydi deb baqir-chaqir qilib tashladi. Shunga men bunga o'zini stilida luk tanladim. I'm flying high like a bird. Modellarga o'xshab seriyozning turib davomli eplolmayapti shu bola. Butun zararni sotuvchilarni yig'ib olib menga luk tanlagan o'zlaricha. Va ishoninglar, men tashqotgan shunaqa kuldim. Cheklarim buralib qoldi bor-ku bularni tanlagan luklariga. Maylislar ham ko'ringlar. Men Tailandga dam olishga ketdim. Yaxshi qolinglar. Bye bye. Ciao. Qanchalik yarashgan. Miss madam. Hayolimda bella hadislar yurishimni qaranglar. Nima deb o'ylaysiz, mendan model chiqadimi? Cho'chishini bir. Bu cho'ch bechara ishlarni tayda yotib yalpib ketdi. Mana o'zimcha bir podiumga chiqib qoldim deydi. Va nihoyat biz moto uchishga ketdik. Birga o'tkazgan vaqtlarimiz juda zo'r, pozitiv energiyaga to'la, samimiy insonlar, samimiy suhbatlar maza qildik. Nima deysizlar, bu o'yinni yana davom ettiramizmi? Aktiv obunachilar bilan ko'rishaymi?
Tamam bağırmayın hanımefendi, bu şekilde bağırmanız size bir şey ifade etmiyor. Bağırmayın. Bağırmayın. Tamam. Tamam. Olsun. İşlerimiz için. Assalamualaikum. O'tamay qoldim uzr. O'tamay qoldingiz? Ha. Sherigingiz lezonlar ketordimi deyman. Taniyman, ko'chada turdim. Taniysiz. Ko'rlar bormi? Nima davraganingizda eshak borgansizda qarib turgan. Ha, eshak kelganda, ha, bolam qordan ketdinglar. Tekistiradi, yurganimda ko'z ostida. Nomer peshanaga mana turadi. Soldier, keep on marching on. Head down till the work is done. Waiting on that morning sun. Soldier, keep on marching on. Oh. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost.